Assalomu alaykum. Hoji aka, ahrimsiz? Tanajon sog'mi? Mana sizga atalgan shkafimiz ham bitdi. Xudo xolasa buni bir necha joylariga o'zgartirish kiritib qo'ydim. O'zgartganingizdek yarashadigan qilib qilavering degansiz. Shunga mashina полный splashnoy qilgim kelmadi-yu, tepasida отдельно qilib qo'ydim. Mana shu chiziq bo'ylab. Chunki bu olib kirishga ham, o'rnatishga ham qulaylik bo'ladi. Har bittasiga tashqi ruchkalardan qo'yib qo'ydim. Siz aytganingiz, xohlaganingiz qo'yavering, xohlasangiz buni ichki ruchka maydaga, xohlasangiz buni qilib qo'ying deyapsiz. Bu ichki ruchkamiz ozgina yarashmagandek bo'ldi o'shanga. Mashina qo'ydim, mana cho'tki bo'lib chiqdi xudo xolasa. Keyin taylariga ham ana shu kichkinagina ruchkasini bitta qo'yilar edi maytga sentriga, lekin bitta qo'ysam ozgina o'xshamaydiganga o'xshadi. Mayli pul ketsa ketsin, hali obro' ketmasin dedik, ikkitadan qo'yib ko'rdim. Unga ham ikkita qo'yib qo'yaman xudo xolasa. Mana eng tagidan metr totib qo'yganman, siz aytgan razmer. Xudo xolasa mana 3,5 metrga bo'ldi. 3,5 metrga, ya'ni balandligi 2,5 metr bo'ldi o'sha hisoblaganda. Xo'p, har bittasi alohida ochiladi. Aytganingizdek sefi bor. Mana kattagina dunyoni narsasi sig'ib ketaveradi. Chap tomonda ro'molli ilgichlari ham bor. 1, 2, 3, 4, 5 tadan eng qimmat o'sha brend sharnerlardan qo'ydim. Ko'nglim bo'lmadi to'g'risi, mana eshikni har bittasi katta bo'lganligi uchun обычный sharnerdan qo'ymadim, yaxshisidan qo'yardim. O'sha gap, pul ketsa ketsin. Mana polkalarni ko'rsangiz bo'ladi, 3 tadan qo'yib chiqildi. Eshiklari o'sha vakuum mexanizm cho'tki yopiladi. Mana qopmalarni ko'rsangiz bo'ladi. 3 qismdan bo'lib qo'yganmiz. Mana bu tomoni bo'lsa erkaklarda kiyim yuvadigan tomoni. Mana shu polkani tagida ham bitta trubchasi bor. Bu ham 5 tadan sharner. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Xudo xolasa bitta tayyor bo'ldi. Shopirimizni kutyapmiz. Kelib bo'lsa dastlabki qilib chiqartirib yuboraman, cho'tki qilib o'rnatib keladi yuzga.